dengizni ko'rsam. Mana gizang ichiga moy quyish esdan chiqmasin. Обязательно moy bilan tiqiladi. Mana bunaqa apravka olasizlar. Sotadi, arzimagan pul turadi, qimmat narsa emas. Xitoyni olib ishlatsanglar ham bo'ladi. Naborot Xitoy ko'proq deydi. Boshqasi mana. Xohlashlar agar uy sharoitida bo'lsa, tunuka topsangiz ham tunukadan yasasa bo'ladi. Razmerini olib turib yasaysiz. Bu mana shunda vallahi aylantiramiz. Обязательно mana shunaqa bo'lsin. Yo sopi yog'ochli bo'lsin. Bolg'a ham bo'ladi. Faqat sopi yog'ochli bo'lsin, temirli bo'lmasin. Rezinkali ham bo'ladi. Metkani ko'rib turibsizlar, mana 0 metka bor. Strelkasi. Strelka tepaga qarab turadi. Qo'qotganda orqadan qo'lingizga aniq turish kerak, serish kerak. Shotun chiqib ketib qolishi mumkin. Nariga qarab. Orqadan qotiramiz shu ekan. Buni strelkasi bor. Bu ham tepaga qarab turish kerak mana. Mana shunday qo'yiladi. Bunday qo'yiladi. Biz hammasi strelka remen tomonga qarab turadi. Zubchit remen tomonga. Orqaga qarab turish kerak emas. Mahavikka teskari bo'lib qoladi. Qotiramiz. Hozircha najvit qilib tursanglar bo'ladi.